Hemen dikip magazin bir çedirsin her gün açık olar edi. Yo açıklar menga non kerak. İltimos nima bo'lyapti bunda tushunmadim nima bo'lyapti. Magazin bir nega ochilmagan. Hozir ochamiz-da men chedirsin xonim garang ko'ylon. Hozir men topib kelaman. Ko'ylon qayerdasan? Yo soat nechi bo'ldi? Nega magazin bir? Ko'ylon. Nima kim Qilyapsan to'ring yaramaz bola. Nima ertalabda Eshikni och. Soat nechi bo'ldi? Assalomu alaykum. Voy ko'ylon nima qilyapsan? Ahmoq tiranchi do'konga qaramaysanmi? Senaqa chirvaqani nega ishga olganman? Senga nega pul to'layapman? Bor do'konni och, soat 11 bo'ldi. Nima obunachilar hech narsa tushunmadim nima bo'ldi? Jinursan axir men do'konga ishga kirgandim. La'natni. Axir voy, u yerni soat 9 larda ochishim kerak edi. Soat necha bo'ldi? Voy. Soat 11 bo'lib ketibdi. Yo. Voy, ishdan haydalib ketmasam bo'ldi. Endi borib do'konni ochamiz. Keraksiz narsalarni tumbuchkaga solib qo'yay. Yo, to'pponcha kerak. Do'konga kimdir bandita hujum qilib qolmasin. Hamyonimni solib qo'yaman, instrumentlarni solaman. Yo, esimdan chiqib qolibdi. Mayli. Hozir borib ishni bekitaylik, do'konni ochamiz. Jin ursin, esimdan chiqib qolibdi. Yo, klientlar. Shuncha klient. Yo, ertalabda ish qilish kerak. Nima tushunmadim. Nega bu eshik jinni bo'lyapti? Hey, nimalar bo'lyapti? Tushunmadim. Hoy. Eshik. Hey, garang. Qo'yilmayapti-ku bu. Nega nimalar bo'lyapti bu yerda? Hoy. Tushunmadim. Qandaydir bug bo'ldimi deyman. Yo, jin ursin, nima qilaman? Boshliq meni o'ltiradi. Mana to'g'rilandi. Yo'q, bunisi axir yo'q, endi nima qilaman? Axir boshliq meni obunachilar buni to'g'irlash. Bu yerda ishlar bor ekan-ku. Mayli, bittasi olamiz, qo'yib ko'ramiz. Bunisi to'g'ri kelar-ki, nega qo'yilmayapti? Yo'q. Endi qani buni biror yo'lida topish kerak. Yerni olamiz. Xo'sh, bu yerga qo'yilyapti-ku, nega eshik? Bu yerda ko'rinmas blok bor ekan. Yaramas. Qani endi eshikni qo'yamiz. Ana, eshikni tuzatdik. Obunachilar do'konni eshigini yaramas klientlar buzib tashlashibdi. Nega shunchalik bular yaramas? Qishloqni jitillari. Yo, do'konni endi ochsak bo'ladi. Soat ham 11 bo'lib ketibdi axir. Men ishimni 9 da boshlashim kerak. Mayli, ichkaridagi narsalarni olib chiqamiz tashqariga, obunachilar. Xo'p, mana bu narsalarni qo'yamiz va endi do'konda klient kutib o'tirishimiz mumkin. Qani notebookda o'yinlar nima tushunmadim? Nega mening skinim bir g'alati? Men bochkani ichiga kirib qolibmanmi? Bu nimasi? Qanday bug bo'ldi? Mening Minecraft'im jinni bo'lyapti. Xo'p, obunachilar, mana men o'zimning Minecraft skinimni to'g'rilab oldim. Xo'p, hammaga salom, sizlar bilan men Kaylan Minecraft va men Minecraft YouTuberman. Men avvalgi videoda 54-qishloqqa kelib do'konga ishga kirgan edim. Afsuski, soat 9 da yonish esimdan chiqib qolibdi. Xo'p, bu yerda o'yin yuklasak bo'lar ekan. Kim? Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men dars olmoqchi edim. Olavering, bemalol, men qarshiligim yo'q. Xo'p, men tanlab olaman hozir 1 daqiqa. Nima jinnimi? Voy, men 1-2 narsa oldim, ya'ni bir nechta pomidor. Iltimos, nasiyaga bera olasizmi? Nasiyaga beraman. Axir bu juda kichkina qishloq. Shu yerda yashasizmi o'zi? Shu yerda yashayman. Hozir oldimda pulim yo'q edi, janob men oylikni bersa olib kelaman. Mayli. Axir bu juda kichkina qishloq. Menimcha nasiyaga berish mumkin, obunachilar. Xo'p, bu yerda o'yin o'tkazmoqchi edim notebookda.
Xo'p, o'yin zagruzka bo'lyapti. Yaxshi, GTA 5 yuklayapman. Menimcha kompyuter ko'taradi. Xotirasi 256 ga 12 ekan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Do'kon ochilibdi-ku nihoyatda. Nega do'konni ertaroq ochmaysan, tirinchi? Yana shu holat qaytarilsa, men seni notebookingni ichiga tiqib qo'yaman. G'alati eshitdi. Короче, bir yashik xullas sabzi oldim. Bir yashik sabzi sizdan hozir men narxlarni ko'rib olay. Sizdan $150, 150 ming so'm. 150 ming so'm mana baratishga olishing mumkin. 150 ming, 50 ta ekan, mana. Bo'ldi janob, kelib turing. Voy, men xullas 2 qop, bir qop anaqa oldim. Narxlar yozilgan-kan. Ha, mayli. Narxlar yozilgan, axir notebookda-ku. Ha, mayli, qoplarda yozilgan bo'lsa kerak. Mayli. Xo'p, o'yin nega zagruzka bo'lmabdi? Yo'q. Axir xotirasi 256 ga 12 ekan. Men GTA 5 ni yuklayotgan edim. Nega yuklanmadi? Kommentariyaga yozib qoldiring, obunachilar. Xo'p, endi klientlar kelishini kutib o'tiramiz. Do'kon ochildimi? Nihoyatda. Sen ahmoq, nega mas'uliyatsiz so'ning? Nimalar deyapsiz? Meni qarzim bor edi, o'shani olib keldim. Qarzingiz bor edi? Bu eshikka nima qildi? Men chiqa olmayapman. Eshikka men bilmayman. Bo'ldi. Tushunursin, nimalar bo'lyapti bu qishloqda? Baglarga to'la qishloqmi deyman. Xo'p, negadir GTA 5 yuklanmadi. Boshliq SMS yozibdimi? Xo'sh, shahardan tekshiruv kelyapti. Do'konni tezroq yop. Tovarlarni va do'konni ko'rmasin. Bekitib tezroq uyingga yo'qol. Chaqirsa ham chiqma. Nima? Shahardan tekshiruv kelyapti? Yo'q. Demak, do'konni yopar ekanmiz. Mayli, yopsak, nima bo'lyapti? Tushunmadim. Jirgir bagli magazin. Mayli. Do'konni bekitamiz. Yopilay. Do'konni bekitamiz va uyimizga ketamiz. Bugun ishimiz ertaroq tugadi, lekin normal savdo bo'ldi, sizlarga aytsam. O'sha tekshiruv kelayotgan bo'lsa, men magazindagi do'kondagi notebookni olib keldim. GTA 5 ni yuklashga yana urinib ko'raman. Axir bu mening orzuyimdagi o'yin. Ana, notebook qo'yildi. Endi mazza qilib GTA 5 o'ynashim mumkin, lekin nega yuklanmadi ekan? Men keyinchalik boshliqqa bu pullarni olib borib beraman. Hozircha mana shu yerda tura qolsin. Sizlarga aytsam, normal savdo bo'ldi. 1 soatga bormasdan, bir yarim soat bo'lgan edi. Xo'p. Mayli, endi notebookchada bu yaxshiroq, kuchsizroq o'yin yuklashimiz kerak. Masalan, GTA 6 yuklashimiz mumkin. O'sha ancha kuchsizroq. Eshityaptimi? Nima? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men qishloqni meriman, короче. Tanidim. Senga bitta topshirig'im bor. Sen bu yerda prosta yashab yura olmaysan. 13-qishloqda bilasanmi qanaqa qonun bor? Qanaqa qonun bor? Har bitta qishloq a'zosi qishloqda yashayotgani uchun janob merga, ya'ni menga xullas foydasi tegishi kerak, manfaati tegishi kerak. Shu fermerni seniki har kuni ertalab bu yerdagi sabzavotlarni olib borib berasan menga va joyiga ekib qo'yasan. Bu ish har kuni bo'ladi va men senga oylik to'layman. Davay, hozir kartoshkalarni olib borib ber menga. Nima tushunmadim. Mayli, 13-qishloqda ham bu ishni qilib yurganman, bu yerda ham qilib yuraveraman. Kartoshka nima bo'ldi? Bo'ldi, ajoyib. Yo'qoldi obunachilar. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu kartoshkalarni hozir qo'lda uzib chiqamanmi? Haligi instrument sotuvchidan matiga sotib olishimiz kerak deb o'ylayman. Xo'p, bu yerdagilarni ham olamiz. Nima? Tushunmadim. Mayli. Okey, endi joyiga qaytarib ekib qo'yamiz. 13-qishloqda shunaqa qonun bor edi. Ya'ni har bitta qishloq a'zosi manfaat, ya'ni qishloqqa manfaati tegmasa yashashi mumkin emas. Qishloqdan ketishi kerak bo'lardi yoki fermerchilik qilishi shart bo'lardi. Shuning uchun bu yerda ham bunaqa qonun bor ekan. Mayli, chirigan kartoshkani tashlab endi borishimiz mumkin. Kaylan, sizmisiz? Kim bu? Tushunmadim, meni uyimni taqaytadimi? Kaylan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bu yerda Kaylan degan o'yinchi yashash kerak. Do'kon egasi. Men shahardan tekshiruvdan kelgan edim. Men tanimayman uni. Men Kaylan emasman. La'nati, aytgan tekshiruv endi kelibdi. Janob mer, men sizga mana shu kartoshkalarni olib keldim.